6-iyun kuni ertalab O'zbekiston masjidlarida Qurbon hayiti sharafiga bayram namozi o'qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning bayram tabrigida shunday deyiladi: Siz azizlarni, barcha mo'min musulmon yurtdoshlarimizni, butun xalqimizni ulug' va mo'tabar ayyom Qurbon hayiti bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etib, o'zimning yuksak hurmatim va ezgu tilaklarimni bildirishdan g'oyat mamnunman. Jamiki islom ummati uchun qadrli bo'lgan ushbu shukuhli bayram Eid al-Adhoni el yurtimiz bilan birgalikda tinch va osoyishta muhitda kutib olayotganimiz uchun avvalo mehribon va qudratli Alloh taologa behisob shukronalar aytamiz. Prezident Mirziyoyevning ushbu bayramning insonparvarlik, ahillik, saxovat va oliyjanoblik kabi fazilatlari O'zbekistonda inson qadri uchun, inson baxti uchun degan ezgu g'oya asosida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga uyg'un va hamohangligi, aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, keksalar, yoshlar va xotin-qizlar haqida alohida g'amxo'rlik ko'rsatish, kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan dasturlar samarasini oshirishga xizmat qilayotganini alohida ta'kidladi. O'zbekistonda minglab xolis musulmonlar qamoqda qolayotganini hisobga olsak, Mirziyoyevning rahm-shafqat, insonparvarlik va saxovatpeshalik da'vatlari ayniqsa munozarali ko'rinadi. Yangi O'zbekiston sari deb e'lon qilingan yo'nalishga qaramay, diniy ekstremizmda ayblanib sudlanganlar uzoq yillardan beri panjara ortida qolmoqda. Ular orasida Mirziyoyev davrida qamoqqa tashlangan musulmonlar ham bor. Biz faqat islomiy hayot tarzini qaytishini istab, Robbim Allohdir degani uchun gunohkor bo'lgan kishilar haqida gapirmayapmiz. O'zbekiston qamoqxonalaridagi bunday mahbuslar muntazam ravishda qiynoqqa solinadi va ularning jazo muddati doimiy ravishda uzaytiriladi. Agar O'zbekiston hukumatı chindan ham insonparvarlikka intilayotgan bo'lsa, avvalo e'tiqodi uchun jabr ko'rgan minglab mahbuslar ishini qayta ko'rib chiqib, ularning ozodligi va sog'lig'ini qayta tiklanishini ta'minlashi kerak. Bu ishlar amalga oshmas ekan, bayram nutqidagi rahm-shafqatga bo'lgan da'vatlar tikanli sim ortidagi haqiqiy dard fonida faqat ikkiyuzlamachilik, chiroyli so'zlar bo'lib qolaveradi. Hukmdorlar biror bir o'zgarishni amalga oshirmasdan faqat bayram nutqlari va tashqi taqvo bilangina cheklanishsa, musulmonlarning voqelikdagi azoblari davom etaveradi.